Uyingizda fasad qismini hali ham remont qilmadingizmi? Aynan bu videomiz sizlar uchun usta akamiz Javlonaga tomonlaridan bitkazilgan 200 kvadratlik bo'lgan obyektni sizlar bilan ko'rib chiqamiz birgalikda. Baho berasizlar, aziz do'stlar, yangicha fasondan urib beribdilar usta akamiz Javlon aka. Mana shu holatda o'zi 3D blok chaqib chiroyli holatda bitkazib beribdi. Bu aziz do'stlar, qaranglar, o'zi tekkizgina devor, lekin sizlarning ko'zlaringizga bo'rtib turgandek ko'rinyaptimi? Juda ham chiroyli chiqqan, yaltirashlar, blesklar vaqti dahshat. 2 sloy azu polirovka laklarigacha qilinadi. Ikkita arka taylab, arkani ichini mana shu chiroyli rombik fasonda bo'lgan. Fason turi juda ham zo'r, azu har xil turdagi fasonlari bor. Bemalol baho berasiz. Usta akamizga murojaat qilsangiz agar 12 ta viloyat bo'yicha mana shu xizmatlarni yoritib berar ekanlar. Bu o'limizning kattaligi 200 kvadratlik obyekt usta akamiz 15 kunda ichida azusa mana shu chiroyli holatga keltirib beribdilar. Baho berasizlar. Juda ham chiroyli chiqqan mana bu hovlimiz. Xo'p, Traventinda asosan har xil fasonlar bor. Oq fasonlari, rombik, 3D palasi. O'zlaringizga qulay bo'lgan fasonlarni tanlab olib, bemalol akamizga murojaat qilsa, xohlagan fasonlaringizni urib beradilar. Kvadrat metriga kelsak 8 dollardan boshlanib, to 10 dollargacha. Bu hovlimizda 1 kvadrat metri 10 dollardan bo'lgan ustaqi, materiallar hamma narsasi ichida. O'sha kvadrat metri 2000 dollarga bitgan ekan, ustaqi, material hamma narsasi ichida. Murojaat qilsangiz, sizlarning hovlaringizni mana shu chiroyli holatda bitkazib beradi. Uyimda fasad qismini remont qilaman degan akalarimizga bu videomizni tashlab qo'yasizlar. Naqd 10 yillik garantiyasi bor. Tojikistondan kuzatayotgan bo'lsalaringiz ham bemalol aloqaga chiqaveringlar. Chiroyli narxlarda urib beradi.